Barmoqlarni qisirlatish shaytonga tasbih aytishmi? Barmoqlarni qisirlatish makruh ekanligiga ulamolar ittifoq qilishgan. Bu makruhlik namozda. Imomi Ibn Moja rivoyat qilgan hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namozda turib qo'lingni qirsillatmagin deganlar. Qo'lni girra qilib bir-biriga o'tkazib olish yoki qisirlatish va boshqalar namozda makruhki, namozni buzilishiga, namozni xushu-huzuiga salbiy ta'sir ko'rsatishiga sabab bo'ladigan narsalardan. Undan keyin bu narsalar foydali narsalar emas, balki behuda narsalar, xatti-harakatlar bo'lganligi uchun namozdan tashqarida ham odobdan hisoblanmaydi. Ba'zi bir ulamolar odamni eti uyushib, holati bir sustkashlikka yuzlanib qolganda qo'llarini bir rohatlantirishi uchun o'zi qirsillatib olsa, buni bir makruhligi qattiq bo'lmaydi degan ma'nolarni ham aytishgan. Xulosa qiladigan bo'lsak, namozda mutlaqo mumkin emas, namozdan tashqarida esa beodoblik ishi bo'ladi, barmoqlarni qirsillatish. Alloh taolo barchalarimizni o'zi to'g'ri yo'lga boshlagan bo'lsin.